O'zimni avtorlik sosiskalarimni hozirgi kunda 50 mingdan oshiq insonlar tayyorlashadi va shu orqali farzandlariga berishadi, shu orqali daromad qilishadi va bundan men juda ham xursandman. Lekin biznes qilish, katta daromadga chiqish albatta sizga yuqori darajada tajriba va katta bilimni talab qiladi. Hamma ham chiroyli pishirishi mumkin, tayyorlashi mumkin, lekin hamma ham biznes qilib yuqori cho'qqilarga chiqa olmaydi. Siz yuqori cho'qqiga chiqishingiz uchun biznesda to'liq kalkulyatsiya, pishirish texnikalari va klientlar bilan gaplashish, prodajaga chiqarish texnikalarini hammasini albatta o'rganishingiz uchun sizga tajriba kerak. Bizda alohida biznes paketlarimiz mavjud. Onlayn formatda, offlayn formatda albatta qatnashishingiz bo'ladi va bu yerda har bitta pishirish texnikalari kichkina detallarigacha to'liq o'rganasiz. Upakovka qilish, sotish yo'llari, oddiy uy sharoitida noldan boshlab biznes qilish texnikalari hammasi bilan to'liq tanishasiz va boshqalar 6 oy, 8 oylab yig'adigan tajribasini siz mana darslarimda 1 oy ichida o'rganib, xatosiz to'g'ri variantlari bilan biznesingizni boshlaysiz.